neç kishi dediniz hozir 5 kishi. 5 kishi qatnashaman deb turibdi. Bu birinchi o'rinda sovrinlarni biladi. Birinchi, shartlarni aytgan. 3 ta o'rin. Shartlarni aytgan o'zi. qaytadan shartlarini yoki batafsil ma'lumot bermasam, bu yerda 5 kishi 2 xil bosqichda test o'tkazadi. Birinchisi 50 ta badiiy so'rovlar ma'lumotga o'xshagan. Masalan, o'tgan kunlar o'zlar bo'lmasa, ikkinchi sharti ingliz tilidan muloqot darajasiga chiqish. Bu yerda hech qanaqa testga talab qilinmaydi. Muloqot qila olsa bo'ldi. Masalan, ismini so'rash mumkin, qayerdanligini so'rash mumkin. Va ana shu ikkala holatda test olinadi, natijasi e'lon qilinadi. 1 yilda amalga oshiriladi. 1 yil ichida amalga oshiriladi. Ikkinchi, uchinchi o'rinni olganlarga nasib bo'lsa chet elga, masalan, Dubay shahriga 3 ta o'rin. shu o'ringa grant ajratiladi. Ya'ni sayohat granti. 5 kishi qatnashayotgan bo'lsa, shu 3tasi. 3tasiga bordik. Nima inglizlar qatnashsa bo'ladimi? Yo'q. Grammatik bo'lsa, muloqot darajasi. Yomon gaplashib, gaplashib darajaga yetish kerak. Ismoil ota-onasi degan joyi ham bor. Bu yog'i nima bo'lyapti? Bu tomoni hisobga olingan, o'sha holat qolgan. Bir kishi grant yutadi, 3 ta grant yutadi deganda. Shundan 3tasi yutsa, 4 ta grant bor. Masalan, Berdimurod g'olib chiqsa, Xudo xohlasa, o'zini onasini yoki dadasini ham birgalikda olib borish mumkin. Jami masalan 9 ta grant tayyorlanadi, nasib bo'lsa. Ikkinchi, uchinchi ekan. Bir xil ya. 3 ta o'rin deyapti-da. Hozir uni qatnashadigan bizning maktabimiz 5 ta edi. 3tasi bor. Sayohat uchun qatnash yarimdan ham ziyod. Hafta oxirida hisob kitob bo'ladi. Masalan, 2 xil. Bittasi testga yoziladi, ikkinchi kuni takib beradi. Minimumi 5 minut takib berish, umumiy 15. Qisqacha sujetni gapirib berish kerak. Asal haqida umumiy ma'lumot mazmun berish. Haqiqiy kitob o'qishlar qozish bo'lar ekan-da, qizlarim uyda. Rahmat. Uyushtirganingiz uchun ustoz sizga rahmat. Bu haqiqatga bu o'qishlaradi. Ha, almashib o'qiladi. Hozir bittadan jami 50 ta kitob tugatiladi. Nasib bo'lsa shu 1 yil bo'ladi. Keyin masalan boshqa qo'shiladigan bo'lsa ham mumkinmi? boshqa Ismoil yana bir narsada masalan, bu yer sizga aytmoqchi, so'ramoqchi shu narsani. Masalan, Berdimurodga yulduzli kunlar tushsa, Abdurashidovga misol uchun tushga kechga umrlar tushsa, o'qilishi jihatdan, murakkablik jihatdan farqi bor-ku. Farqi yo'q, ikkalasiga bir hafta mutlaq 3 tomon chiqadi. Boshqaga Jo'yolmasa. majburiyat, qiyinchilik, osonliklarga Qaysi kunga qaysi kitob bilmayman. hozir kitob. manzur o'qib Alangdan bo'lgan tanlov o'qitib Demak bu baribir shu kitob o'qiydi. Ha, baribir o'qiydi. Bu birinchi o'qidimi, beshinchi o'qiydi. Qolma. Olingan. Bismillah deb qo'ying. Qolma. Va o'sha kitob o'qiysiz, olaveradi. Baribir o'qiydi ekan. Farqi yo'q. hozir shu maktab bo'yicha 5 ta bola chiqyapti. Shunaqa o'qishda 5 ta. Bir yilda qolganlar faqat badiyasi degan Endigi senlar birinchisi bo'layotgan ekan, endi bundan keyin davom etib ketsin shu narsa. Shu maktabimizda davom etib ketsin. Ustozlarga ham Xudo kuch-quvvat bersin, ularga mana shu ilm olishni o'zi bo'lmaydi-da. Ilm har qanday ishdan soxtada ishlayotgan ishdan ham qiyin.
lekin rohati tez chiqadi bu narsaning. Ilmning rohati tez. Uşaqdaniki ertaga kasal bo'lib chiqadi. Lekin ilmdiki qarigan yoshi o'tib bergandan keyin misol uchun 30 gacha ilmni olib bo'lsanglar, undan keyin rohat boshlanadi. Kim bo'lishdan o'g'il bola bo'laman, qiz bolaga ilm olish yo'q. Musulmonlarda shunday, bizda dinimizda ayniqsa ilm birinchi o'rinda turadi. Shunga e'tiborli bo'linglar. Qizlarimizga, o'g'illarimizga, insonlarga misol uchun tug'ilgandan o'limgacha, o'limi bo'lgan, yetib kelgancha ilm olishlik shart, farz degan. Alloh taolo buyurgan. Shuning uchun sizlar shu narsaga harakat qilinglar. Shunday imkoniyat qildi, qo'lidan kelgancha harakat bilan bunday oshib yotgan yo'q, ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Shu sizlarda mendan ham bir yaxshilik qilsin. Sizlardan ilm olish ikki xil bo'ladi. Shu o'g'illar, qizlar bilib olinglar. Johiliy ilm bor, manfaatli ilm bor. Shuni niyat qilinglar sizlar. Menda johiliy ilm bo'lmasin. Johiliy ilm degan nima degan? İnsonlarga zarar yetkazadigan, qurol ishlab chiqadigan, odamlarga bir manfaat yetmaydigan ilm, faqat o'zining nafsi uchun xizmat qiladigan ilm bu johiliy ilm bo'ladi. O'zining nafsini o'ylagan ilm bo'ladi. Misol uchun qurol sotsa pul bo'ladimi, jaraq pul bo'ladi. Ilm manfaatli ilm bo'lsa nima bo'ladi desa, manfaatli ilm ustozlardan o'rgangan narsasini o'zida jamlab boshqaga tarqatish bo'ladi. Shunda bu manfaatli ilm bo'ladi. Jamiyatga birinchisi o'zining ota-onasiga yaxshilik keltiradi. Jamiyatga yaxshilik keltiradi. Bu haqiqiy manfaatli ilm bo'ladi. Shunga harakat qilinglar, o'g'illar, qizlar. Sizlar mana shu ertaga kelajagimiz bizlar ilm ololmagan bo'lsak ham mana tan olamiz, ilm ololmadik, o'rgana olmadik. Sizlar o'rganib shu ilmli bo'lib, ertaga qishlog'imizda falan maktabdan shu bilan qishloqdan shunday ilm ahli chiqdi, olim chiqdi, olima chiqdi degan nomda shu yurtimizga apinglar. Ana sizlar keng vazifalarni bajargan bo'lasizlar. Ustozlaringga, ota-onalaringga rahmat keltirasizlar. Sizlarga muvaffaqiyat, Alloh taolo mana shu umrlaringizni ziyoda qilsin, rizqlaringizni keng qilsin, iloyim dunyoning hamma chekkasini ko'ringlar. Sizlar ham g'ayrat qilinglar, qolganlar ham g'ayrat qilinglar. Mana shu beshlarni bugun borib o'ylab ko'ringlar. Yana ustoz kenglar. Ustoz men ham shunga qo'shilayin deb kenglar yerda. Ustozlarimni qiynab tashlanglar, sizlar ham kelib qo'shilinglar. Bizga ham shu narsaga qo'shing, bizlar ham qo'shilaylik deb mana shu narsaga sizlar ham qolganlar ham beshlardan tashqarilar ham o'quvchilar kenglar shu narsaga. Sizlardan iltimos, mana shu bizning endi kelajagimiz sizlarsizlar, yurtimizning kelajagi sizlarsizlar. Shunga e'tiborli bo'linglar. Mana shu ustozlaringga ham rahmat, sizlar mana shu beshalaringga ham rahmat. Endi shu beshalaga sizlar ham qo'shilinglar. Iltimos yigitlar, qizlar, sizlar bu o'ynaydigan narsa emas. Mana 90 kun bekorchilik emas, balki insonda o'z bekorchilik kun bo'lmaydi-da aslida. Inson bekor yurishimiz kerak emas. Mana shu o'tgan sahobalarning davrida shunday voqea bo'lganda, bir sahoba, ulug' sahobalardan ikkinchisi Hazrati Umar bo'lgan. Hazrati Umarning oldiga birov kelsa, darrov so'rar ekan: "Senda nima kasbing bor? Senda nima? Temirchilikmi, kulolchilikmi, yoki cho'ponsanmi, molni yaxshi tushunasanmi, yoki ilm ahlidansanmi?" deb so'rar ekan. Men misol uchun cho'ponman. Ilm hayvonotni yaxshi tushunaman. Ana shunga qarab ishga qo'yar ekan. Shuning uchun yigitlarimiz bekorchi bo'lmanglar. Bekorchidan xudo bezar degan narsa bor. Bekorchi odamning umrini yeydi. Umring tugaydi shundan birga. Ham ertaga jamiyatga bir zararini tegib o'tib ketasan-da inson. Shuning uchun hammalarini shu hech bo'lmasa bitta kasbni ushlab qolinglar. Masalan 200 betlik kitoblarga 60 ta 80 ta ham test tuziladi. Agar 50 betli bo'lsa 20 ta 30 ta test tuziladi. Bal qo'yiladi-ku. Bal qo'yiladi. O'sha Bu kitobdan birov misol uchun 10 bal olsa, 10 balli kitob bo'lsa, bunisiga shu bu haftasida 10 balli kitob bo'lsa, 1 yillik balni yig'ib 1 yillik bo'sh hisoblanadi keyin. Ko'p bo'lsa, ko'p jurnal ekan. Shunday. Demak, hammasi shu hamma kitob shu hammalaring kelib tushar ekan. Shunday. Birov mana shu kitobni o'qidi, ular 5 oy o'qiydi. 5 oy o'qiydi.